Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Birleşken Devletler Teşkilat Kişilik Hukuk Kengesinin 24. nöbetlik yig'inida Uyg'ur vakillarining isbotlik materialları Xitoy taraf vakillarini intayin bayram qilgan. 16 sentabr Xitoydagi kishilik huquq dafsandichiligiga oid ichilgan bir qatimliq yig'inda Uyg'ur vakillar Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosatiga aloqador materiallarni o'tirg'a qo'yganda Xitoy taraf o'ltiramay qolgan va Uyg'urlarning so'zini bir qancha qatim kesish ko'ringan. 19 sentabr Xitoyning hukumat vakillari Uyg'urlarni BDT kishilik huquq kengashining binosidan qo'g'lab chiqarishga ko'p tirishgan bo'lsa-mu, natija qozonolmagan. Aksincha Uyg'ur vakillar shu kuni Amerikaning BDT kishilik huquq kengashidagi elchisi bilan ko'rishgan va Falun Gongchilarning guvohlik berish yig'iniga qatnashgan. Uyg'ur milliy harakati rahbari Robiya Qodir xonim boshchiligidagi Uyg'ur vakillarining Janvadagi faoliyati yana bir qancha kun davom qiladi. 23 avgust Poskamning Kuybaq yezida yuz bergan qonliq vaqada Xitoy saqchilari 12 nafar Uyg'urni etib tashlagan, 20 necha Uyg'urni yaralandırgan. Yerlik hukumat xodimlari va diniy zotlarning bildirishicha, ayni chaqda naq maydonda 30 atrofida Uyg'ur bor ekan. Xitoy doiralari mazkur Uyg'urlarning atalmış terrorchilar ekanligi, bularning bomba yasash qatorliq har xil mashg'ulotlar bilan shug'ullanganligini bildirgan. Mazkur voqea yuz berishdan 3 kun ilgari Qağılıqның Yılqıcı yezida 20 necha Uyg'ur o'xshash gumon bilan etib tashlangan edi. Qashqar Kerembaq doktorxonasida yuz bergan bino voqeasida necha 10 kishining o'lganligi ilgari surilmoqda. Bu haftaning 5-ida Qashqardagi yerlik saqchi organlari voqeada odam o'lmaganligini, faqat 10 odamning yaralanganligini bildirgan edi. Payshanba kuni bizga kelgan bu vaqtdagi yangi uchurlarga qaraganda binoning atrofiga bog'langan taxtipar 9-oyning 2-kuni o'rilib tushgan. 70 ga yaqin odam toshkesak, bambuk badirlarining ostida qolgan. Voqeadan keyin faqat 25 odam qutuldirib olingan. Ilgari bir radio anglag'uvchimiz voqeada 40 odam o'lganligini aytgan edi. Garchi biz bu sonni o'z oldimizga dalillamagan bo'lsak-mu, ziyoratimizni qabul qilgan bir Uyg'ur voqeada oz deganda 8 odam o'lgan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Kerembaq doktorxonasining kasbiy ishlar mudiri Qosimjon Tursun voqeada odam o'lmadi deyolmayman deyish orqali voqeada odam o'lgan bo'lishi mumkinligidan shapi berdi. Uyg'ur qiziqchilik san'atining tipik vakillaridan biri Hisam Qurban aka 2013-yili 15 sentabr olamdan o'tdi. Marhumning namozi 16 sentabr yurti G'uljidagi Baytulloh masjidi tushirildi. Uning mayitini 10 mingdan ortiq omma ehtirom bilan uzitib Qaradong zaratxonasiga dafn qildi. Hisam akaning vafoti Ili daryo vodisi, butkul Uyg'ur diyori, jumladan chet ellardagi Uyg'urlarni cho'nqur musibatga cho'mdirdi. Hisam Qurban 1930-yili G'ulji shahrining O'rda mahallasida dunyoga kelgan. Uyg'ur xalqi o'zi so'ygan bu xalq san'atkoriga zamonimizning Oyat Nasriddin apandisi, Ili chaqchaqlarining peshvosi degandek faxrlik nomlarni ato qilgan edi. Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq programmasi chorshanba kuni e'lon qilgan yangi dokladida 2009-yildagi 5-iyul qirg'inchiligidan keyin Xitoy fuqarolari Uyg'urlarga qaratgan hujumlar va kishilik huquq dafsandichilik voqealarining ko'payganligi, bu xil hujumlarni Xitoy hukumati atrofli tekshirmaganligini o'tirg'a qo'ydi. Dokladga ig'vo, gumon, vahima, Urumchidagi Xitoy aholilari 2009-yil sentabrdagi yangi hujumi andishasidan keyin Uyg'urlarga qilgan hujum deb nom berilgan. Dokladda asosligi Urumchida 2009-yil kuzda o'tirg'a chiqqan yangi hujumi vahimasi. Xitoy fuqarolarining 3-sentabr xalq maydoniga chiqib, yerlik Xitoy hukumatiga norozilik bildirganligi va shuningdan keyin yuz bergan bir qator voqealar tafsiliy misollar bilan ko'rsatilgan. Doklad ko'rsatishicha atalmış yangi hujumi qo'zg'agan Uyg'ur gumondorlarining qonuniy huquqlari hech qanday kafolatga ega qilinmagan bo'lib, bu Xitoy hukumatining Uyg'urlarga kelganda xalqaro kishilik huquq o'lchamlarini bir chetga qo'yib qo'yganligini ko'rsatadi ekan. Saudiya Arabiston radiosida Uyg'urlar tanishtirilgan bo'lib, bu yaqinqi zamon Saudiya Arabiston tarixidagi tunji ish hisoblanadi ekan. Uyg'urlarni tanishtirish programmasi 10 sentabr atdiganda Saudiya Arabistondagi Qur'oni Karim maxsus radiosida anlatilgan.
Arabistonda turishliq vatanparvar ziyoli Sirajiddin Azizi bu programmaga taklif qilinib, Uyg'urlar haqida ma'lumot bergan. Sirajiddin Azizi Uyg'urlarning ona vatani Sharq Turkistonning tarixi, jug'rafiyasi, hozirgi vaziyati haqida nihoyat tafsiliy to'xtalgan. Sirajiddin Azizi ziyoratimizni qabul qilib, Uyg'urlarning ahvoli va Sharq Turkiston masalasini arab va islom davlatlarida tonishtirish bizning majburiyatimiz. Bundan keyin bundaq fursatlarni qo'ldan bermaymiz dedi. Möhtərəm televizor görüşçülər yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalik xəbərlər proqramısını qoydunlar. Kelar hafta görüşkice aman boğaysınlar. Xeyr xoş. Xeyr xoş.